Inson hayotida go'zal onlar ko'p. Bu kayfiyat esa qalblarimizga faqat iliqlik olib kiradi. Assalomu alaykum. Navo telekanalida mening oshxonam ko'rsatuv va men Zulayho Ahmedova. Tanishing, o'zi go'zal, qalbi undan ham go'zal, maftunkor, latofatli ijodkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Dilnoza Kubayeva. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Oshxonamizda xush ko'rdik. Rahmat. Bayramlar muborak bo'lsin. Tashakkur, sizga ham muborak bo'lsin va bizni tomosha qilayotgan san'atsevar, duogo'y, oqko'ngil xalqimizga yangi yil muborak bo'lsin. Dilnozaxon, bugungi ko'rsatuvimizda ikkita lokatsiya bor. Biri do'kon, biri esa oshxona. Aslida antiqa taomlarimizni, har qanday taomlarimizni, masalliqlarini hech kimga ishonmaymiz, lekin men o'zim masalliqlarni olib kelmoqchiman. Ishonsangiz albatta. Albatta ishonaman. Ayol kishi bo'lganingiz uchun ham ishonaman. Rahmat. Unday bo'lsa, hozir qo'limda 3 ta konvert bor. Xo'sh. Bu konvertlarning ichida nima yashiringanini hozir ko'ramiz. Qani ketdik. O'rtadan boshlaymiz. Xo'p. Iya. Pul. 300 ming pul. Bugun bayramona dasturxonimizga antiqa taom uchun 300 ming pul ajratilgan. Yetadimi ekan? Nima deb o'ylaysiz? Sizni ko'nglingiz nima deyapti? Siz ayting, bugun siz oshxonamiz qirolichasisiz. Endi bu nomiga qarab-da. Endi keyingi konvertni ochamiz. Umuman olganda yetkisa bo'ladi. 300 ming ham anchagina pul, barakali pul. To'g'ri. Pul ishlab topish o'zi bo'ladimi? Endi qolganini ochamiz. Nima taom ekan? Xo'p bo'ladi. Qani endi keling mana shu ustga. Tanlovim ustidagisi bo'lsin. O! Nima ekan? Salat ham qilamizmi? Ana bo'lmasam, bayramona dasturxonimizda salat ham bo'lishi kerak. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Ayniqsa men doim ovqat qilsam salati bilan. Agar kayfiyatim juda zo'r bo'lsa, shirinligi bilan qilaman. Selyotkali salat. Qarang, bu yerda juda ro'yxat katta-ku. Go'shtli pirog, apelsinli mus, pishloqli sho'rva. Hozir endi ikkinchi konvert tanlaymiz. Bo'ladimi? Bo'ldi. Bo'ldi. Kelishdik. Qani? Kelishdik. Hayajonli daqiqalar. Diqqat. Nima chiqarkan? Juda katta qog'oz-ku. Yozuvi ko'p qog'oz qo'rqityapti-yu. Lekin qo'limizdagi miqdorga olinadigan ro'yxat juda katta. Sizga qiyin bo'ladi-yu. Lekin yetkazsa bo'ladi. Lekin qarang, mana lavlagi bir dona, 2 donadan bo'lsa, albatta yetadi, xudo xolasa. Endi yetkazamiz. Baqlajon bitta, shakar atigi 100 gram. Yetkazasiz, qiynalib qolmaysiz-a? Birgalikda yo'q. Harakat qilaman. Siz uchun harakat qilaman. Eng zo'r maslahat beraymi? Mana shu kayfiyatingiz bilan boring, hamma ishingiz o'xshaydi, unumli bo'ladi. Axir bayram, kayfiyatimiz yuqori darajada bo'lishi kerak. Va bu kayfiyat yuqumli, yuqadi. Bu ro'yxat, bu sizga. Bular ichidagi puli bilan hammasi sizga. Bo'ldi, rahmat. Hammasi sizga. Endi ketdik. Oq yo'l. Xo'p. Dilnozaxon, ishonasizmi? Mablag'imiz hamma mahsulotlarga yetdi. Qoyilmisiz? Aferin. Mana hamma narsani olib keldim. Sanjarbek bugun sizga yordam beradilar. Turon restoranining bosh oshpazi Sanjarbek Dilnoza Kubayevani tanisangiz kerak albatta. Albatta, hammamiz taniymiz, yoshligimizdan. Tanishganimdan xursandman. Sanjarbek, menyudan xabaringiz bor. Shuning uchun ishni nimadan boshlaymiz? Siz bizni yo'naltirib turing. Birinchi bo'lib, har doimdek yangi yil oldi hamma yaxshi ko'radigan selyotka podshoba salatidan boshlaymiz. Buning uchun bizga o'sha kerakli bo'lgan mahsulotlarni qaynatib, kartoshka tayyorlab olamiz va ungacha boshqa ishlarimizni qilib turamiz. Bo'ldi. Bo'ldi.
Unda men hozir qaynatishga berib kelaman bularni. Ungacha bizni ya'ni yangi yilga anaqa arafasiga apelsinli muz desertini qilamiz. Ha. Ro'yxatda bor edi. Bo'ldi. Ular qaynab Bo'ldi. chiqquncha biz siz bilan mana bu aytgan shirinlikka kiradi bu. Shirinlikka Bosh kiradi. o'rgating ustoz. Men xizmatingizdaman. Buning uchun apelsinni olamiz. Apelsinni olib terisini ko'chirib olamiz. Ha. Tozalaymiz postini. Postini Uni tozalab, hammi? buni ham Ruxsat postini bersangiz, tozalab oling. Mana boshli bekorchilikni rosa yomon ko'raman. Rosa ham. Bekorchidan xudo bezor deydi-yu Sanjar. Ukam tengi ekansiz, shuning uchun bemalol gaplashib, hazillashib, ha? Siz Xo'p, o'naqaysiz, ha? Men albatta. chapaqayman. O'g'limga ham o'tgan, qarang. Onalardan o'tadi-da ko'p narsa. O'g'il farzand ko'proq onaga o'xshar ekan. To'g'ri, qizlar qiz farzand otalarini otaga davom o'xshar ekan. ettirar ekan avlodini. Albatta, to'g'ri. Qo'shilasiz, Lekin men Sanjar? nimagadir shu fikrga onamga o'xshayman. Albatta. Men ko'proq dadamdan olganman. Dilnozaxon, siz Labbay. tejamkormisiz? Ba'zan g'alatimiz biz ayollar 4 fasl borda, ba'zan juda qo'lim ochiq, ba'zan shunaqa tejamkorman, deyman o'g'limga, shunaqa ham uvol qilasanmi buni? Ana bular ham hali archar ekanlar. O'rtoqjon, tejamkorlik tejamkorligingiz mana hozir apelsinni archganingizdan bilindi. Ustozni chaqqon, ustoz. Ustozga beravering. Oxirgi payt ko'p gapirib, nima? Bunaqa ishlardan uzoqlashib qolganim bilinib qoldi. Ijodkorlar o'zi Sanjarbek. oshxonaga kirishga vaqt topolmaydi. Juda ham yaxshi tushunaman. Lekin apelsin juda ham bir boshqacha meva-da. Endi terisini olib, Iya? buni ya'ni oqini kesib olamiz. Ha, bizga sariq qismi kerak-a? Sariq qismi kerak. Bu ya'ni xushbo'y Ifor ifor beradi. Tejamkorlik haqida gapirayotgandingiz. O'rtoq, mana sizga. Ko'rdingiz? Ana bu. Bekorga bermadim bu savolni. Qani siz ham Mana ajratib ustozdan ko'ringchi oqini. o'rgangan dastlabki bilgim, ma'lumotim. Menga ham layfhak bo'ldi lekin Men esa bilmasdim. Sanjarbek apelsinli pirog pishiraman-da, qirg'ichdan chiqaraman o'sha nimani, Po'sti terisini, bilan, a? po'stinida. Shunaqa xushbo'y ifor beradi. Va shu o'rinda bitta ma'lumot, greypfrut degan meva bor, bilamiz. Albatta. Ha, masalan, buni o'zbekchasi biz ona tilimizda portaxol, apelsin. Greypfrutni ona tilimizdagi tarjimasini bilmayman, lekin shu meva o'rtoqlar qonni suyultirishga xizmat qilar ekan. To'g'ri. Limon bilan apelsinni chatishganimi shunda? Alambalo, rangi ham Chatishgani. qo'shilasizmi fikrimizga? Bilaman. Rangi ham chiroyli, go'shtli meva, shunaqa ham yoqadi. Hali ketyapti. Demak, bizga ayni shu shakl kerak. Albatta. Bo'lmasa tinchgina qirg'ichdan chiqarib qo'ya qolardik. Yo, qirg'ichdan chiqarsak mazasi yo'qoladi. Ha, bizga mana shu parre kerak. Albatta. Dilnoza, Labbay. siz 3 ta o'g'il aka-ukalarni orasida katta bo'lgan Xuddi farzand ekansiz. Erkatoymisiz? Yo'q, hech ham. Kichkinaligimda hamma o'qituvchidirdi. Boshidan shu o'qituvchilik anaqasida yo'lini egallaganman. Bu insonni fe'l-atvoriga bog'liqmi? Nima deb o'ylaysiz? Yoki Atrofga ham bog'liq. Atrofga. O'sha kichkinaligimizdan biz kattalardek fikrlardik-da. Bu go'zallikni qarang, mana bu go'zallikni qarang. Kesib olib Hammasini Nimaga? Men faqat Albatta. sizni ishlatib qo'ydim. va asal bilan qaynatamiz. Ha, yana qaynatishga qaynatishga yuboramiz. Qaynatishga bo'lmasa. yuboramiz asal bilan. Juda ham shirin, mazali bo'ladi. Men qo'lqopimni kesib qo'yishdan qo'rqyapman, o'zingizga buyursin. Dilnoza birinchi marta oshxonaga necha yoshingizda kirgansiz? Shu 7 sinflar bo'lsa kerak. Lekin birinchi marta o'choqda ovqat qilganim hech ham unutmayman. Sochim, qoshim, kipriklarim yonib ketgan. Ko'pchilikda bo'lgan lekin bu voqea. Shunaqa mazali sho'rva chiqqan, lekin endi qo'yaverasiz. Dilnoza Kubayevani kipriklari yongan tutunlarda pishgan sho'rva albatta shirin bo'ladi. Sanjarga bitta Albatta, savol hozir. bersam maylimi? Ya, Oilada bormi oshpaz? Albatta bor. Bor, demak. Ya'ni bobom oshpaz bo'lganlar. Ana Bobo meros. Bosh oshpaz bo'lganlar. Ulardan qondan qonga o'tgan. Hech kim majburlamagan sizni Yo'q, hech oshpaz. kim majburlamagan. Bu xohishingiz, O'zim xohishim bilan. muhabbatingiz shu kasbga. Mana bu sohaga majburlab yo'naltirib bo'ladimi? Masalan, bizda bo'lmaydi. Aktyorlar tug'iladi, san'atkorlar tug'iladi. Sizlarda ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak-a? Albatta hech kim majburlamagan mani. Yoki ko'niktirib, o'rgatsa, yo'q odamdan ham chiqib ketadimi? Yo bu ilohiy bu shunaqa bir tug'ilish kerakmi? Ya qanaqa tushuntirsam ekan. Shunaqa holat bo'lgan, tug'ma holat. Lekin shunaqa payt bo'lardi, ya'ni ota-onam ishda bo'lardi. Maktabdan kelib och qolib ketardim. Keyin o'zim majbur boshlaganman. Sharoit shuni taqozo qilgan, qarang, majburiyatdan ham. Endi Endi buni asal bilan
qaynatamiz, suvga solib qaynatamiz. Aynan asal bilan. Asal bilan. Voy, asal olishni unutibman, lekin bu fojia emas. Bizning oshxonamizda har ehtimolga qarshi hamma narsa bor. Hozir men olib kelaman. Xo'p bo'ladi, ana. Mana asalam Mana asalni topildi. ham olib keldim. Qani endi tushuntiring. Qiziqib ketyapman juda ham. Chuqur idishga solib, suv bilan bilan birga suv bilan qancha birga solish qaynatamiz. Hop, bunga yarim litr suv bilan asalni solib qaynatamiz. Qiyom bo'lgan darajasigacha. Ancha qaynaydi unda. Marhamat. Endi buni qanaqa qaynatishni o'zlari yaxshi To'g'ri, biladi. to'g'ri. Xo'p bo'ladi. Ungacha biz siz bilan ozgina chaqchaqlashib olamiz. Albatta. Dilnozaxon, kelajakda Nima? qanday qaynona bo'ladi? Mana qaynona bo'lish arafasida turibsiz. Farzandingiz ham ulg'ayib qoldi. Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa qaynona bo'lasiz? Voy, har kun o'zimga shu savolni o'zim beraman. Qanaqa bo'lasan o'zi? Birga turasanmi yo alohida chiqarib yuborasanmi? Ayniqsa hozirgi onalarni eshitdingizmi? Ko'pchiligi shu fikrda, men alohida turaman deydi. Qarang, To'g'ri. fikrlash, Ko'p qarashlar eshityapman. o'zgaryapti. O'zgaryapti. Nima Avvalo, sabab? Nima deb o'ylaysiz shunga? bu endi qarashlarimiz o'zgaryapti. Biz juda erkinlikni, mazasini olib qoldik, bilib qoldik. Maza qilib yashasin, o'zi eri Erkin. maza qilsin, erkin deyapmiz. Lekin yana bir ichki bir ovoz chiqadi. Hop, nimaga ekan? Qaynanali kelin, qarqara kelin, qaynanasiz kelin, masxara kelin degan gaplar qayerda qoldi? Ozgina bularni qanoti temir bo'lguncha qarab turishim kerak degan bir o'ylar ham keladi. Dilnoza Kubayeva qanaqa qaynona ekan endi Qanaqa bo'lar ekan Kelajakda. mana? Juda ham erkalatib yuborsam kerak deb o'ylaysiz? deb o'ylayman, yana bilmadim. Oldindan gapirish qiyin narsa. To'g'ri. Bosh oshpazimiz keldi. Yodimdan ko'tarilibdi. Apelsinimiz esdan chiqdi. Buni bo'lib, ya'ni suvini chiqarib qo'shimiz kerak edi. Ha, bo'ldi. Birga boramiz. Ustoz Albatta. bo'lib bersam maylimi? Bir nima? Bo'ladimi? Bo'ladi, Bir bo'ladi. vazifani bajarayman ham. Mana Dilnoza opa, buni qo'yib qaynatamiz. Qaynatamiz. Qanaqa olovda? O'rtacha O'rtacha past, olovda o'rtacha qaynatib, olovda. qaynatib olamiz. Yana bitta savol qiziqda menga. Bu qanchada tayyor bo'ladi? Necha daqiqa kutaylik yana bu san'at asarini tayyor bo'lishini? Bir qaynatib aralashtirgandan keyin 10-15 daqiqa soviganda o'zi asta-sekin bilan quyiladi. Tindiramiz xona haroratida yo muzlatgichga yuboramiz. Muzlatgichga ham tez yuborsak tezroq bo'ladi. Mana. Endi buni Qaynab chiqdi. qaynab chiqdi, qoldiramiz. Qoldiramiz. Sovishini. Harorati sovigandan keyin muzlatgichga qo'yamiz. Bo'l. Biz ungacha nima qilamiz? Bungacha salatimizni davom ettiramiz. Vaqtdan unumli foydalanaylik. Qaynab chiqdimi? Albatta, Dilnoza opa qaynab chiqdi. Mahsulotlarimiz. Endi sekin-asta Postini boshlaymiz. shilamiz. Post chilishga qanaqasiz? Zo'rmi? Keling, joiz. Gap tagida gap bor, men bilyapman. Ustoz, qarang. Pichoq ishlatishga ham hojat yo'q. Dilnozaxon, yangi yil dasturxoningiz, mana shu bayramona dasturxoningizga qanday taomlar tayyorlaysiz? Yangiliklar ham qilib turasizmi? Ha, nimada bizda zo'r imkoniyatlar bor, mana juda chiroyli dasturxonli joylarga taklif qilishadi-yu. Sanjar, dugonajon, menchi shunchaki kuzatmayman. Men o'shalarni o'g'irlayman O'rganib retseptini. Ha, keyin shuni uyga qilsam, uydagilarim og'zi ochilib qoladi. deydi, restoranda o'tirgandaymiz deydi. Siz ham ancha qiziqar ekansiz taom Qiziqaman. pishirishga. Keyinchi xotiram yaxshi. Ko'zim bilan rasmga olaman-da. Nima demoqchiman? Inson hech narsani shunchaki qilish kerak emas. To'ppa-to'g'ri. Halima xonim Chin dildan. yozganlar-yu, men shunchaki o'ylagim kelmas. Xayol sharob misol qilsin sarxush mast. Men shunchaki kuylagim kelmas, ovoz pardalarim chidab bersa bas. Qo'lingga tusharkan jajji chaqaloq, shunchaki sevmoqdan qanday lazzat bor. Kerak chinqirtirib, o'pib tishlamoq. Biz ham go'daklikda topganmiz ozor. Shunchaki sevilmoq, baxti qoralik. To'la tole uchun bu kemtik, bu kam. Mening qalbim shunday sevgiga molik, bir charsillab yonay. So'ngra so'nsam ham ohangga shunchaki solmasdan quloq, tarjima qilib yoz sim sadolarin. Axir buloqmasmish tog'dagi buloq, ko'z yoshlarimmish u ishq gadolarin. Shunchaki yig'lash ham
yarashmas bizga. Uni eplar faqat yuragi toshlar, shunday yig'lay, hojat qolmasdan so'zga, qurg'oq ko'zlardan ham quyilsin yoshlar. Shunchaki kulmoq ham istehzodek gap, birdan qahqahuray cho'chib ketsinlar, boshlariga osmon tushganday qulab g'aflat bandalari yoqa tutsinlar. Shunchaki yozmoqqa ko'ngil to'lmaydi, shunchaki yozmoqqa bormaydi qo'lim, shunchaki yozmoqqa chidab bo'lmaydi, shunchaki yozmoq bu shoirga o'lim. Ofarin. Shunchaki qilish kerak emas, shunchaki sevish kerak emas, shunchaki yashash kerak emas. Siz ham shunchaki tayyorlamaysiz-ku. Kelgan xo'randa duo qilsin deysiz, a? Ichiga nur bo'lib kirsin men tayyorlagan taomlarim deysizmi? Nima niyatlarni dilingizga tugasiz? Har bir taom tayyorlaganimizda o'rgatganmiz va xuddi onamga tayyorlagandek tayyorlaymiz. Mana bu gapni birinchi marotaba eshitishim. Chunki kelgan mehmonni ham mazza qilib Baraka toping. Ustoz, endi bilimga chanqoq shogirdlaringizga nima vazifa berasiz? Ayting. Endi salatimizni sekinlik bilan boshlaymiz, qirg'ichdan o'tkazib. Nimadan boshlaymiz? Hop, birinchi bo'lib Eng tag qavatiga nimani terardik? kartoshkani. Keyin piyoz solinmaydimi unga? Yo'q, men ko'proq smetana yaxshi ko'raman, qaymoq. Men ham smetanani ma'qul ko'raman. Lekin mayonez ham turibdi, solinadi. Mayonez ham aralashtiramiz, ozgina. Bu qaynagan tuxum. Men po'stlog'ini artsam maylimi? Siz esa boshlab olsangiz katta jarayonlarni. Imtihon davrida ko'pchilik o'sha Guli, Ofeliya monologlarni aytib chiqishadi, lekin siz umuman boshqa monolog aytib chiqqansiz. Qaysi monologni aytgandingiz? To'g'ri. Qayerdan bildingiz? Orol monologini o'qiganman. Quriyotgan Orol monologi. Orif Odilxonov shoirimiz, adibimizning kitobi bor edi uyda. Hatto shu rangigacha eslayman-da. Xiraroq kitob edi-da. Keyin qarasam, dardim to'la dengiz orolman. Kimga aytib, kimga yig'layin? To'lqinlari so'ngik beholman, kimga aytib, kimga yig'layin degan joylari Zulayxon etlarimni jimirlatdi-da. Keyin dadam bo'ladi shu yotladi dedilar. Keyin ustozga olib borganman. Bo'ladi mana shu deganlar. Shu bilan institutga kirganman. Demak, birinchi ustozingiz dadangiz bo'lganlar. Xuddi shunaqa. Dadam, onam, maktabdagi va Nafis san'at litseyidagi ustozlarim eng katta ustozim deb Bahodir Nazarovni, keyin Munavvar Abdullayevani, Xayrulla Sa'diyev, Mahsuma Hojimatova, Mohigul Hamrayeva shularni bilaman. Keyin eng katta oilaga kelib qo'shildim. O'zbek Milliy akademik drama teatri jamoasiga. U yerda ham ustozlarim bisyor. Bu nima uchun? Buni men shunaqa yaxshi ko'raman, olma bilan nokni, ya'ni har bir orasiga qavatiga qo'shamiz. Bunaqasini endi eshitishim. Yangilik, yana bitta yangilik. Dasturxonimizga yana improvizatsiya bu. Yangi taom qo'shilyapti. O'zingizdan qo'shgan narsa bu. Ana, nimaga yo'q? Axir olmalar chiqib qoladi-yu, biz umuman kutmagan salatlarning ichidan. Sanjarbek, tuxumni qirg'ichdan chiqarsam ruxsatingiz bilan qaysi tishida chiqaring? Yirigidan? Yirigidan. Bo'ladi. Biz ungacha mevalarimizni maydalab olamiz. Talabalik davringiz bilan bog'liq shirin xotiralar yoki esdan chiqmaydigan bir voqealarni bo'lisha olasizmi? Men juda kech qolib yurardim-da. Ham uzoqdan qatnardim, ham uxlab qolardim. Kech qolish odat tusiga kirgan edi. Bir kun shunaqa xijolat bo'lib, ustozdan ruxsat so'rab kirishga jur'atim yetmayapti-da, ham uyalyapman, vijdonim qiynalyapti. Shu tirqishi bo'ladi-yu eshikni. Qarab, botin olmayapman-da, nima deb, bu safar nima deb uzr so'ray. Har gal bahonani keltiraman, endi shunaqa qilib ko'zlarimni mana qilib rahmini keltirib shu qarab tursam bir payt kursdoshim chiqib eshikni bitta ochibdi. Ko'zim chiqib ketdi degandek. Ey xudo nima. Kursdoshingiz kelayotganini tirqishdan ko'rmadingizmi? Bilmayman, u hayajonda bo'lgan bo'lsam kerak edi. Hali vijdon turganda hamma narsa esdan chiqib ketar ekanda. O'sha voqea hech ham esimdan chiqmaydi. Yomon bo'lgan ekan. Nuqul kech qolardim. Sevila Tanguriyeva degan raqs ustozimiz bo'lardi, rahmatli. Bir kechirdi, ikki kechirdi. Yo'q dedilar bir kun. Kirgizmayman. Chiqing deganlarida shunaqa yig'loq edim deb. Yo'layda yig'lab tursam, Isroil Saydumarov
vokaldan dars berardilar. Ha, kulib kelyaptilar deb o'lgan ustida tepgan bo'lganda, nima bo'ldi? Sevilyapam. Xuddi o'zim ayb ish qilmagandek. Sevilyapam, kirgizmadilar. Ular ham rosa ko'p eslayotganlar shu voqeani-da. Ha, rostdanmi? Shu kech qolish degan shu odat yo'qolsaydi deyman, lekin borib yo'q bo'lyapti. Haydalib ketadiganman. Ana shundan gapiring. Haydalib ketadiganman. Ha, keyin haydalmaganman-u, lekin o'sha voqealar meni ichimda qolib ketgan. Juda ham iztirob chekkanman. 4-kursga kelib haydalamanmi? Yoki keyin aytganlarki, Munavvar opam, estrada aktyorligi bo'limiga o'tasiz deganlar. Qipti o'shalar bilan bitiraverasiz deganlar-da. Keyin kursdoshlarim ham rosa yaxshi insonlar-da. Kechirim so'ra, unaqa qilma endi deyishgan. Qarang, oqil yigit qizlar menga maslahat berishgan. Kechirim so'raganman, astoydil pushaymonligimni aytgandan keyin shu o'zimni jonajon kursdoshlarim bilan bitirganman. Qarang, jarayonni nima qilmaylik. Tayyorlab bo'libdilar. Va likopchalarimizni olib, sekin-asta boshlaymiz. Ha, ikkita likopchaga qo'yamiz, ha? Yetadimi masalliqlarimiz? Yetadi Mana albatta. bajarsam maylimi? Siz bilan hamohang. Birinchi kartoshkadan boshlaymiz. Boshlaymiz. Menga ham solib berar ekan. O'rtaga qo'yib. Yetadi. Yetadi, bir qoshiqdan. Yotqizib. Presslab chiqasiz. Bir qoshiqdan. Mana. Keyingisi mayonez va smetanamizdan bir qoshiqdan solamiz. Qarab. Shunaqa oz olay mana. Ha, birozdan. Mana qoshiq uchida hurmatli xonimlar. Smetanadan ham oldingiz, soldingiz. Albatta. Bo'ladimi? Yo ko'proq oling. Bo'ladi. Tuxumdan olamiz. Endi navbat tuxumga. Tuxumga Bir osh qoshiqi. bir osh qoshiqdan. Qani, ketdi. Endi Qarang, ularning qanaqa chiroyli chiqyapti. baliq Olmamizdan biroz Mana shu solamiz. qismiga juda qiziqdim-da. Mazasi qanaqa bo'lardi? Olmamizdan. Olma bilan nok. Nokavchidanmi yo aloq? Nokimizdan ham solamiz. Maydalangan. Bu juda ham ishtahani ochadigan darajada bo'ladi. Juda ochyapti. Oshxonaga ancha bo'luvdi. Kirmagan. Kirmaganimga va shu bilinyapti. Ayniqsa biz ayollar oshxonadan uzoqlashib ketishimiz kerak emas ekan. Men shunga amin bo'lib boryapman. Hozir nima soldingiz? Ha. Baliq. Undan keyin baliq solamiz. Baliq solamiz. Qo'lda ishlashimga g'ashinglar kelmasin. Qo'l qopdaman axir, to'g'rimi? Albatta. Baliq solib Yana oqliklarni solamiz. oqlaymiz va chiroyli holda tekislab va oxirida lavlagi, qaynatilgan lavlagini solamiz. Eshitishimga qaraganda ko'pchilikka shu baliq qismi yoqmas ekan shu salatda. Nega? O'shalardan biri o'zimanman. O'rniga dudlangan tovuq solishadi, bilasizmi? Ba'zan. Ana bo'lmasa, endi Bu ham bilishim. shirin chiqadi, mazali chiqadi. Aylantirib suring deyapsiz, a? Shunaqami Sanjar? Albatta aylantirib, O'shancha buzib biroz ketayotgan bosib, ekan-da. Ya'ni qomati buzilib ketmasligi uchun. Ko'rinish ham talabga javob berish kerak axir. Bu men qiladigan salatlarni ko'rsalar, Sanjarbek menga 5 baho qo'ygan bo'lardilar, lekin men sizga yuqorida aytdim. Bu salatni umrimda birinchi marta tayyorlayman bugun, xudo xolasa deb. Biroz qo'shasiz. Qo'lda ishlashni yaxshi ko'raman juda ham. Lavlagi bir go'zallik baxshiydi aytdi. Qarang, rang kirdi. Ana. Bo'ladimi Sanjarbek? Albatta. Endi Sizniki tugadimi, Sanjar? Tayyormi bu? mana. Xo'p, bo'ladi. Bering. Sekinlik bilan. Likopchani aylantirgan holda, a? Bering, mayli, o'zlari qilib bersinlar, Sanjarbek. Qildi. Qarang. Mayonezimiz. Aha. Salgina qattiqroq bosib presslash kerak-da. Ha, ana. Va tayyor. Tayyormi? Va asta-sekinlik Hozir bilan. meni qiziqtirayotgan eng qiziqarli jarayon nima bilasizlarmi? Qanaqa Temirni chiqargan? sekin chiqargan. Menga ham shu. Asta-sekinlik bilan Eng qiziqarli jarayon. chiqarib olamiz. Voy, mana go'zallik. Siz endi sizning navbatingiz, Dilnoz opa. Mening galim. Tayyormisiz, hurmatli operator? 1, 2, 3.
Tadam! O, bularniki undan ham chiroyli chiqdi. Qarang, baland chiqdi. Mana, chunki presslashda to'g'ri bajarmadim, ha? Yaxshi chiqibdi sizniki ham Voy, chiroyli. mana. Wow. Mana bu Chiroyli. go'zallikka boqinglar. Ana bo'lmasa. Bering. Ko'kat ham qo'yishimiz mumkin, ha? Albatta, Bezak uchun. bezak uchun Xohlasangiz. har xil ko'katlardan foydalanishimiz mumkin. Ana. Endi navbat Joyib somsacha qilamiz bugun. bugun Buning bayramona dasturxonimiz bayramona. juda boy bo'ladi. Xamirimiz Mazali tayyor taom. xamiridamizdan va Qiyma. qiymamiz, go'shtli qiyma. Tabga ko'ra kim xohlasa qo'y go'shidan, Xohlasa. kim mol go'shidan. Farqi yo'q holat. Buni Piyozimizni mayda to'g'raymiz. mayda to'g'rab olamiz. O'zingizdan bo'lsin. Unday bo'lsa, men shogird ustozga xalat qilmayman, dasturxon tuzataman. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Ketdik ustoz. Ana. Charchab qolmaysizmi Dilnoza? Mana bu go'zallikni qarang, mana bu chiroyli ruhiyatni, salatni qarang, muhitni qarang. salatni. Mana bu o'zimizni mehnatimiz samarasini qarang. Juda chiroyli, Chiroyli. ishtaha ochar Haqiqatda bo'ldi. chiroyli. Hozir onajoningiz bilan qo'ng'iroqlashdingiz. Shu o'rinda yodimga tushib ketdi. Ona rolini o'ynagan filmlaringiz bormi? Bor. Farzandlaringizni rolini o'ynagan aktyorlarni esla olasizmi? Albatta, ular katta bo'lib qolishdi. Masalan, Kamron, hatto u Moskvadagi butun ittifoq nimasini bitirib keldi. Kino, ilmgohini bitirib tamomlab qaytdi. Lekin bitta qizimni rosa ko'rgim keladi. Ko'rgim keladi filmidagi qizim. Mubina, agar siz meni ko'rayotgan bo'lsangiz, bir kun keling, teatrga meni toping. Bir sizni bag'rimga bosing, peshonangizdan o'ping. Kamronni ko'rdim farzandimdagi o'g'limni yaqindan. Fatima xonim Rejametova o'g'illarini uylantirganlarida Kamronjon ham keldilar. Rosa xursand bo'ldim. Ana! Voy, Assalomu alaykum. to'xtay, men o'zimga kelib olishim kerak. Sizga surpriz. Bunaqasi bo'lmagan. To'g'ri. Marhamat Bari gullar, kinodagi guldastalaringiz qabul qiling. Alaykum assalom. Qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Qalay ishlar? Assalomu alaykum. Va alaykum Voy, assalom. Xush kelibsiz. tavba. Farzandim filmidagi ikkinchi bosh qahramoningiz Mana sizni opingiz nimaga Kamron. savolni bunaqa berdilar? Voy tavba. Kamronbek Saidmurodov. Endi- Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Hayotdami, kinodami Kutmaganmidingiz? baribir onasanda. Men masalan o'shandan keyin xayrlashdik-a. Masalan, farzandimda ishladik. Xudo rahmat qilsin, Shuhrat dodamiz ham olamdan o'tdilar. Lekin mana qachon Fatima opamni baxtli kunida ko'rishdik, bunaqa ta'sirlanmadim. Unda ham juda ham xursand bo'ldim. Bu olamlarga sig'madim. Lekin bilmadim, hozir juda ham to'lqinlanib ketdim. Rahmat. Rahmat. Bizni ham yig'latasiz. Kutilmaganda men yaxshi ko'raman-da. Men anaqada ko'rdim, qanaqadir guldastani, lekin Kamronni qo'lidan olaman deb o'ylamadim. Bekitishga harakat qildik, qancha iloji boricha, lekin baribir guldastani ko'rib qolibsiz. lekin umuman tasavvur qilmadim. Hozir sizni gapirdim bo'lmasam, Moskvalarda o'qib keldingiz-a, tamomlab keldingiz-a, diplomlarni qo'lga olib. Ayniqsa gap nima deydi, isbot tasdig'i bilan bo'lgani meni entiktirdi shekilli. To'g'ri tushunasizlar. O'zimiz ham hayajonlarni kutib o'tirdik bu Rahmat. daqiqalarni. Mana siz o'z qo'llaringiz bilan tayyorlagan taomlaringizni iste'mol qilish uchun mehmoningiz ham keldi. Voy. Taomlarni- Kinodagi o'g'lingizga ovqat pishirgan Voy bo'lasiz. bolajon, mani endi keling guldastam. guldastam tursin, mana shu ko'rinib Juda ham tursin, go'zal chunki guldastalar. menga qadrli inson taqdim qildi. Mana bu sho'rvani chiroyliligini. Voy, o'zingiz Keling, pishirib keldingiz. qadriyatlarimizga sodiq qolaylik, yuqoridan boshlaylik. Yo'q, siz mehmonsiz, yo'q. Ana qarang, ana Mehmon, otangday izzat ulug'. ko'ryapsizmi? Ana. Voy, buni chiroyliligini. Mana bu haqiqiy pishloqli sho'rva Qo'y bo'ldi. Birgalikda. Oshpazimiz, ustozimiz bilan birgalikda. Ana somsani qarang. Ana olib kelyaptilar. Ana som Biz ham tayyor. go'zallikni qarang. Ana. Marhamat.
mehmonimizga O'zimdan Dilnozxon, bog' albatta, bo'ladi, albatta. bog' bo'ladi. Endi nima Rahmat. qilamiz? Endi Sanjarbek, siz ham Sanjar, keling. keling. Sanjar, qarangchi, tanidingizmi? Assalomu alaykum. Farzandim kinosini ko'rgansiz. Mana shu bola, ya'ni qahramonlari uchun mani qahramonim Nasiba hayotidan kechadi. Kasalsan, xastasan, mumkin emas senga tug'ish desa ham yo'q. Men shu farzandim uchun roziman. Dunyoga kelganimga ham roziman. Tug'ilsin, men roziman deydi-da. O'sha filmni bugun yana bitta tomosha qilasiz. Kamron Moskvada kino universitetini tamomlab qaytdilar. Endi yana zo'r rollar kutib qolamiz. Xudo xolasa. Birgalikda. Dilnozaxon, qarang, biz uchun ajratilgan mablag'ga shuncha mana shu bayramona dasturxonimizga shuncha taomlar pishirishga yetdi. Qarang, qanday barakali. 300 ming so'm. 300 ming ming so'mga shuncha taom. Ko'rdingiz. Qoyilmisiz? Endi navbat taomlarni mazasini ko'rishga yetib keldi. Marhamat. Endi marhamat Dilnozaxon. Endi farzandingiz ham O'g'lim. Kamron. Mana buni qarang. Men eng sevgan taomim-ku bu axir. Voy, mana bu maza haqiqiy. Rahmat. Judayam mazali. Judayam mazali, ha? Juda go'zal, juda mazali. Aslida mana shu sho'rvani tayyorlayotganingizda yoningizda turishim kerak edi, lekin Zulayho va ijodkorlarimiz menga bir tuhfa tayyorlashgan ekanda. Meni suhbatga tortib, sizni mana shu sho'rvaga yuborib, orada Kamronni chaqirib olishdi-da, menga bildirmasdan. Qarang. Qarang, surpriz tayyorlagandik. Bu hali hammasi emas. Siz uchun yana sovg'amiz bor. Xo'p. Turon restoran bosh oshpazi siz uchun ajoyib bir sovg'a tayyorlaganlar. Marhamat, taqdim Mana etishingiz mumkin. Dilnoza opa, siz uchun ajoyib sovg'alarimiz bor. Rahmat. Qani? Restoranimiz nomidan. Menga hammi? Albatta sizga ham. Rahmat. Qanaqa saxiysizlar. Ajoyib sovg'alarimiz Nomi ham bor. chiroyli ekan, Sanjar. Turon. Turon. Voy. Ana Bu demak Do'stlaringiz bilan kelib Mana yoki shu- oilaviy ovqatlanishim uchun, demak, 1 millionlik vaucher. vaucher 1 millionlik. Maza qilib shirin, mazali taomlaridan iste'mol qilib hordiq chiqarib ketishinglar mumkin. Sovg'a uchun rahmat, katta rahmat. Qo'l ko'zingiz dard ko'rmasin. Endi birga yeylik. Keling. Olinglar endi. Bayramona dasturxonni Qani o'g'lim? siz Keling. uchun tayyorlangan. Mana. Oling. Meni ham nasibam bor ekan hali. Qarang. Albatta, endi Sovg'a aytmoqchi bo'ldingiz. Ajab emas, yana birga ishlasak Yangi loyihalarda. Shu fursatlarda farzandim badiiy filmini ijodkorlariga rahmat aytgim keldi. Elyor akam, umuman Hoshimovlar oilasiga kattadan katta rahmat. Biz uchun juda ham katta esdalik qoldirgansiz va Shuhrat dodamiz, rahmatli Shuhrat Qahhorning ruhlari shod bo'lsin. Mana shunday chiroyli kunlarga, to'kin sochin dasturxonlarga, do'stlar diydoriga yetkazgan Allohga shukronalar bo'lsin. Qatorimizdan xato bo'lmaylik. Men mana shu yangi yilda o'zim uchun bir qilmayotgan ishlarimni qilaman. Tark etishim kerak bo'lgan odatlarimni tark etaman. Nimaiki o'zimda bo'lishini xohlasam o'sha narsalarni mujassam qilaman. Ya'ni xulqimda, tafakkurimda degan bir ahd paymonlarim bor. Ana o'shalarga yetishni harakatidaman va yetkazishini juda ham so'rayman. Ajab emas, yana birga ishlasak. Yangi loyihalarda. Tabriklaymiz shu o'rinda Albatta. bizni Endi tomoshalar. Dilnozaxonga yana alohida rahmat. Ko'rsatuvimizda ishtirok etganingiz uchun. Kamronbekka ham rahmat, yo'q demasdan kelganingiz uchun. Yashang, Kamron. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Juda ham taomlar mazali, bir-biridan Judayam. mazali bo'libdi. Kamron, Dilnoza opa, kelganingiz uchun rahmat. Sizga ham. Va xudo xolasa kelgusida kutib qolamiz va yangi taomlarni birgalikda qilamiz. Xudo xolasa birga. Yurtdoshlarimizga ham tilaklaringiz bor albatta. Tomoshabin yurtdoshlarimizga ham albatta shu taomlarni tayyorlab ko'rishni maslahat beraman. Avvalambor shu ko'rsatuvga chaqirganingizga kattakon rahmat. Chunki Dilnoza opani ham yana bir marta ko'rib juda ham xursand bo'lib ketdim. Chunki baribir o'sha aytganlarida farzandim 2 filmi bu boshqacha film chiqqan. Mana men qancha kinoda o'ynagan bo'lsam, Dilnoza opa qancha kinoda o'ynagan bo'lsalar, bu qanaqadir o'zgacha kino deb hisoblayman-da. O'sha uchun avvalambor sizlarga chaqirganingizga kattakon rahmat. Taomlar juda ham shirin bo'libdi. Bizani tomosha qilayotgan tomoshabinlarga kirib yotgan yangi yil muborak bo'lsin deb qolaman. Ushalmagan orzuylarni hammasi iloyim ushalsin. fayzli dasturxonimiz atrofida qilinajak har bir tilak ro'yobini ko'rish hammamizga nasib etsin. Har bir on, har bir yil, har bir kunimiz fayzli va barokatli bo'lsin. Bu mening oshxonam loyihasi edi. Ko'rishguncha omon bo'ling.